Assalomu alaykum azizlar. YouTube'da jonli qildim, 1 minutdan keyin ko'rsatmay qoldi. Gapirib kelib yuribman. Ovoz eshitilyaptimi? Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, plus bosib yuborsanglar. Ko'rinish yaxshi bo'lsa, okey yozib yuboringlar. Ya'ni ko'rinish bormi? Plus ovoz yaxshi. Xo'p, barchalarga hayit namozlari, ibodatlarimiz, ro'zadan chiqqan kunlarimiz muborak bo'lsin. Bahor ayyomi boshlandi. Haqiqiy ma'noda atrofdagi gullarga o'rangan O'zbekistonda juda ko'p yangiliklar, juda ko'p yaxshiliklar meva berishni boshlayapti. Turizm masalasini bir paytlar gapirgan edik. Turizm o'ta muhim. Bizda Yevropadan ko'ra, Rimdan ko'ra, Fransiyadan ko'ra qimmatbaho joylarimiz bor. Tirik tariximiz bor. Amir Temur desa, butun dunyo tikka turib boshidan shlyapasini yechgan. Shu zotlarni qurgan davlatchiligi bor. O'shaning uchun turizm masalasida butun dunyoni biz jalb qila olamiz. Butun dunyoni deb gapirgan edik. Mana hozir qarang, O'zbekistonda turistlarni oqimini qarang. Xalqimizga xursandchilik ma'nosida Islom sivilizatsiyasi markazi ochildi. Imom Buxoriyni majmualari ochildi. Bular bizi yurtimizni sharafi, sha'ni, obro'si do'stlar. Har doim bundan biz faxrlansak arziydi. Ajdodimiz Buxoriy butun islom olamida, butun musulmon o'lkasida faxrga ya'ni haqli bo'lgan zot. Tirikligida yo'q, obro'si oldinda yurgan zot. Bu kishini ya'ni bizni yurtimizda bo'lishligi juda katta baraka. Hozir ma'naviy ma'noda ma'lumda mayli tushunamiz. Lekin do'stlar, bu mana shu ma'naviy ma'noni boyligi butun dunyoni musulmon xalqi Buxoriyni endi maqbarasini ko'rgani, ziyorat qilgani keladi. Meni bilishimcha Malayziyani xalqi hajdan oldin Buxoriyga boramiz degan rejalarni qilyapti ekan, turizm masalasida. Inshaalloh juda ham ajoyib bo'ladi. Turklar yuribdi, O'zbekistonga havas qilib, bitta turk bola yuribdi ko'chada. Qayerga ketayotganini bilmayman, lekin eng xotirjam davlatlardan bittasi O'zbekiston deydi. Odamlari hammasi diyonatlik deydi. Birorta ayolim bilan yursam deydi, hammasi ayolimga qarab yerga qarab oladi deydi. Qo'llarida zikrmatik deydi. Tasbih deydi. Bu ajoyib xalq ekan deb. Xullas, o'zbek xalqi to'g'risida juda chiroyli ya'ni samaralar ko'zga ko'rinyapti. Biz shunaqa xalq edik. Ko'p manfaatli tarixda insonlarga ko'p foydasi tekkan xalq edik. Inshaalloh buni davom ettiramiz. Xo'p. Xursandchiliklar ustiga xursandchilik. Imom Buxoriyni maqbaralarini anaqasini ham qo'ydim, ko'pchilik qo'yyapti. Hindistondagi Toj Mahalga deyarli o'xshagan bir Toj Mahaldan ham kerak bo'lsa san'at darajasida hali tarix ko'rsatadi, ajoyib qilingan. Chunki Toj Mahaldan afzalligi, afzal jihati bor. Toj Mahal Hindistonda qurilgan, Bobur sulolasiga tegishli bizning xalqimiz, ajdodimiz. Lekin Buxoriy majmuasi qadri balandligi bu joyda Buxoriy ham bor-da. Buxoriyning o'zi bor. Imom Buxoriyni maqbarasi bor. Bu boshqacha narsa bu. Masalan, afzaliyat ma'nosida Makka afzalmi, Madina afzalmi degan gap ko'tarilganda, Madina afzal degan ulamolar Madinada payg'ambar alayhissalom bor deyishgan. Buxoroni Toj Mahaldan afzalligi Buxoroda Imom Buxoriy bor. Muhammad alayhissalatu vassalomning gaplarini yig'ib biz xalqqa, bizga kelajakka avlodlarga taqdim qilgan zot bor. O'shaning uchun Buxoriy majmuasi
Toj Mahaldan ustun turadi. Meni nazdimda. Bu majmuaga xizmat qilgan, Imom Buxoriyning nomini tarixga muhrlagan. Ya'ni bir muddat Imom Buxoriyga qarshi har xil gap so'zlar bo'lgan do'stlar. Imom Buxoriyga nisbatan tuhmatlar bo'lgan. Siyosiy ma'noda, hasad ma'nosida yoki bir mazhabni himoya qilaman degan ma'noda Imom Buxoriyga nisbatan turli xil noto'g'ri fikrlarni ham tarqatishgan. Biz ham ko'rdik tariximizda, ya'ni yaqin tariximizda. Imom Buxoriy haqlarida sunnat inkorchilari doim tuhmat qilishadi. Buxoriy to'qigan deyishadi. Masalan, Kamol Yo'ldosh Imom Buxoriyga tuhmat qiladi. Hadislarni to'qigan deydi. Umaviy saltanatiga xizmat qilgan saroy mullasi deydi. Bahrom Bakirov Imom Buxoriyni hadislarini yolg'onga chiqaradi. Sizni ko'zingizga hadislarni inkor qilmayman deb ko'rishga harakat qilaveradi, lekin hadislarni inkor qiladi. Qanday qilib? Masalan, Buxoriyda 20 dan oshiq hadis bor. Shafoat hadisi bor. Shafoatul uzmo, shafoatul kubro hadisi bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalom qiyomat kunida shafoat qiladilar. Shafoat to'g'risidagi hadislarni Bahrom yolg'on deydi. Qur'onga to'g'ri kelmaydi, Buxoriy yolg'on gaplarni to'qigan deydi. To'g'ridan to'g'ri gapirmasa ham Buxoriyga tuhmat. Buxoriyning hadislaridagi to'plamlaridagi hadis Qur'onga to'g'ri kelmaydi deydi. Imom Buxoriyda qabr azobi to'g'risida, Imom Buxoriyda Iso alayhissalomning qaytishi to'g'risida hadislar bor. Bularni hammasini inkor qiladi. Qur'onga to'g'ri kelmayapti deydi. Qur'onga to'g'ri kelmayapti, demak, Buxoriydagi hadislar noto'g'ri deydi. Bu Bahrom Bakirovga o'xshaganlar din ma'nosida yolg'on gapira oladigan odamlar. O'zini e'tiqodini, o'zini siyosiy qarashlarini, ya'ni ideologiyasini quvvatlantirish uchun bemalol yolg'on gapira oladi. O'sha yolg'on gapirganini isbotini men qo'ydim, ko'rgan bo'lsanglar. Imom Maturidiyni nomlarini orqasiga berkinib, mana Imom Maturidiy ham aytgan, oy yorilmagan degan gapni gapirdi. Imom Maturidiy oyni yorilmagan deganimish. Agar oy yorilganda butun dunyo ko'rardi deganimish. Men o'qib berdim. U gapni Imom Maturidiy aytmagan. Abu Bakr Asom degan Mu'tazila aytgan. U Mu'tazilaga Imom Maturidiy raddiya bergan. Yo'q, ofoq ko'rmasligi mumkin, Alloh taolo parda qilgan bo'lishi mumkin, bulut bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana hozir o'tiribsiz, oyni ko'ra olasizmi hozir? Mabodo oy yorilib, anaqa bo'ldi deylik. Birlashdi. Ko'ra olmaysizki. Ko'rgan odamlar rivoyat qilgan. Bu Imom Maturidiy shuni aytgan deb Mu'tazilaning gapini Imom Maturidiyga nisbat berib, o'zini gapini to'g'ri qilishlikka harakat qilyapti. Buni nima deydi? Tadlis deydi, tadlis, mudallis deyiladi buni. Razil odamlar, mudallis. Boshqa odamning gapini boshqa odam rivoyat qildi deb sizni aldaydi. Ana shuni mudallis deydi, mudallisning gapi olinmaydi. O'shaning uchun Bahrom Bakirovlarni din ma'nosidagi gaplari mutlaqo olinmaydi, mutlaqo. U chiqib olib, masalan, o'zini odobli ko'rsatib bir suhbatda yoqasidan ushlaganman uni. Tagida izohda yozyapti endi uni tarafdorlari. Mana Abror bu yerda axloqsizlik qilyapti deydi. Bular Buxoriyga tuhmat qilsa, axloq bo'laverar ekan, chiroyli gapirsa. Lekin ularga raddiya bersangiz, siz haqorat qilgan bo'lar ekansiz. Bunaqangi uslublari bor. Imom Buxoriy rahimahullohni rivoyat qilgan hadislarini Bahrom yolg'on deydi. Yo'q, Qur'onga to'g'ri kelmaydi deydi. Buxoriyni adashgan deydi, ya'ni. Buxoriy to'qima hadislarni qo'yib ketgan deydi. Xo'p. Imom Buxoriy rahimahullohga Bobomurod Abdulla tuhmat qilgan. Nimaga tuhmat qilgan? Chunki Buxoriyni mo'min odam yomon ko'ra olmaydi. Buxoriyni yaxshi ko'rish uchun mo'min bo'lish kerak odam. Musulmon bo'lish kerak. Musulmon odam Buxoriyni yaxshi ko'radi. Uni hurmat qiladi, boshiga ko'taradi.
Uni qadrini biladi. Zar qadrini zargar biladi. Chilangar nimani biladi. Bu Bobomurod Abdullalar Buxoriyni yaxshi ko'rishligi nodir masala, mumkin emas. Chunki munofiq odamlar, murtad odamlar Buxoriyni yaxshi ko'rishi mumkin emas. Ana sharaf yana qaytadan yana muhrlandi tarixga. Yana shaxsan prezident janoblarining tashabbusi, u kishiga tashakkur aytaman. Tashakkur aytishlikdan charchamayman. Chunki bizni aqidamizni qo'llab-quvvatlovchi ishlarni qilayotgan bu prezidentni Alloh umrini uzoq qilsin. Ikki dunyosini obod qilsin. Buxoriyga qilgan xizmatini dunyoda ham oxiratda ham mevasini, samarasini Alloh u kishiga bersin. Farzandlaridan, kelajak avlodlaridan Buxoriyga o'xshagan katta zotlar, Buxoriyni hurmat qilgan insonni avlodidan Buxoriyga o'xshagan zotlar chiqish kerak. Kimni hurmat qilsangiz, o'sha hurmat qilgan insonlaringizga o'xshagan zotlar chiqadi avlodingizdan. Kimni bir uzilib qoldi do'stlar. Xo'p, sizlar bilan o'rtoqlashib kelmoqchi edim. Keldim o'zi. Uyimga ichkariga kirib olaman. Ovoz eshitilyaptimi? Bismillah. La havla va la quvvata illa billah. Havo zo'r. Qaranglar, osmonni. Hop, bismillah. Ajoyib xursandchiliklar, ajoyib xush xabarlar. Alloh taolo barchamizga muborak, xayrli qilsin. Dini diyonatimizni bundan da yuksak maqomlarga ya'ni olib chiqishimizda Alloh kuch-quvvat bersin. Dini diyonatimizni maqomi o'zi baland, yonida turishimiz kerak. Dinimizga xizmat qilaman, xalqimizga xizmat qilaman degan tarafda turishimiz kerak. O'zingizlarda hammasi yaxshimi? Salom berganlarga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Xo'p. Salom berganlarga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Ruscha yozilib qolyapti. Nimagadir men pastida bor edi, ochilib qolyapti ekan, avtomatiskiy перевод chat deyapti. Shu yozilib qolyapti. Salom berganlarga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Duo qilganlarga Alloh taolo duolarimizni ijobat qilsin. Xo'p. Hayitlarni yaxshi o'tkazinglar. Inshaalloh Shavvolda kunlari boshlandi. Sharifjon Qo'qondan deyaptilar. Xo'p. Yana ruscha o'qib qolyapti. Endi o'zbekchami? YouTube'da nimadir muammo bo'lyapti do'stlar. Domla Toshkentdamisiz? Ha, Toshkentga keldim. Alloh rozi bo'lsin. Привет из Ameriki. Amerikadan salom. Nimaga bunaqa bo'lib qolyapti? Hop. Endi qanaqa bo'ldi? Xo'p, bayramlar xayrli bo'lsin. Ko'p odam bayramona kayfiyatda bu bardavom bo'lsin. Nasib bo'lsa yana dolzarb mavzularda suhbatlashib davom ettiramiz. O'zingizlarga ma'lum, bu kunlarni orzu qilgan ajdodlarimiz inshaalloh duolari mana shu kunlarga kelib ijobat bo'ldi deb o'ylaymiz. Yana ham ulkan natijalarni Alloh hammamizga nasib qilsin. O'zingizlarni itoat qilasizlar, duolarda eslab turasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.